Poytaxtimizda Xitoy Markaziy Osiyo inson huquqlarini rivojlantirish bo'yicha 4-forum o'tkazildi. Tadbir inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi hamda Xitoyning inson huquqlarini rivojlantirish jamg'armasi hamkorligida tashkil etildi. Unda asosiy e'tibor inson huquqlari sohasidagi tajribalar bilan o'rtoqlashish, bu yo'nalishga raqamli texnologiya imkoniyatlarini keng joriy etish masalalariga qaratildi. Har bir insonning o'z huquqlaridan to'laqonli foydalanishini ta'minlash bashariyatning asosiy maqsadidir. Xitoy, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistonning inson huquqlari sohasidagi ekspertlari, ilmiy va ishbilarmon doira vakillarini bir davraga jamlagan forumda aynan inson huquqlari sohasidagi taraqqiyotni birgalikda ilgari surish masalasi diqqat markazida bo'ldi. So'zga chiqqanlar bu yo'nalishdagi tajribalar bilan o'rtoqlashishdi, o'z taklif va tashabbuslarini ilgari surishdi. O'tgan yil iyun oyida Sian shahrida bo'lib o'tgan forum nafaqat inson huquqlarini rivojlantirish masalalarini chuqur muhokama qilish, balki ishtirokchilar o'rtasida tajriba va eng yaxshi amaliyotlar bilan mazmunli almashish uchun maydonga aylangandi. Bugun Toshkentda ushbu forumning davom etayotgani inson huquqlarini sifatli ta'minlash bo'yicha mushtarak maqsadlarimizni ifoda etadigan platformaga aylandi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish, yashil rivojlanish, raqamli va intellektual texnologiyalardan foydalanish yo'nalishlarida inson huquqlarini ta'minlash borasida fikr va tajriba almashinuvimiz o'zining amaliy natijalarini berishiga ishonaman. Markaziy Osiyo davlatlari umumiy chegaraga ega. Shu ma'noda ularning aynan ekologiya sohasida ham taqdirlari mushtarak. Forumda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish orqali inson huquqlarini ta'minlash va iqlim o'zgarishiga birgalikda chora ko'rish masalalari xususida ham so'z yuritildi. Xitoy va Markaziy Osiyo bular hududiy chegaralarning yaqinligi, qadriyatlarining yaqinligi sababli, demak, keyingi rivojlanish bosqichlarini bir konsepsiyasi ko'rib chiqilyapti. Insonning yashash huquqi bu ekologik huquqlarni ta'minlash orqali yuzaga chiqadi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida ham hamkorlik qilish va bu sohada ekspertlar o'zlarining g'oyasini, fikrini beradi. Forum yakunida Toshkent tashabbuslari ham qabul qilish ko'zda tutilyapti. Forum doirasida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi hamda Xitoyning inson huquqlarini rivojlantirish jamg'armasi o'rtasida memorandum imzolandi. Unda hamkorlikning yangi yo'nalishlari mustahkamlab qo'yildi. Donoxon Xatova, Habibullo Azimov, yoshlar.